Benim to'g'ri. Chunki ang xulosalab qo'yay to'g'riligini. Agar islom dinining asliyatchi maydonda turib, o'zining dunyo ko'zqarashini to'g'ri isbotlay oladigan qanday millat, qanday ko'zqarashki kim bo'lishidan qat'iy nazar u hozir maydon ustida isbotlaydi. Shunday xulosa aytaymi? Qachonlar bo'lsa bular o'rdi bu deganlik biz bu siyosiy ma'noda islom gapi emas bu. Biz dunyo ko'zqarashimizning to'g'riligini isbotlaymiz. Chunki biz haqqini o'rgatmoqchi. Şu xato yo'lda mevat qadimiga bo'lsa deyish orqali ening ruhiy dunyosini taqib, andin ening o'ngmoqchimiz. Ha, madad gaplarken dunyoda. Bunda deydigan narsa dunyo mavjud emas. Dunyo kimning mavjud? Qur'oni Karimda bir kitobda dunyoda faqat bir suratin min mislihi deb butun dunyo kitоб qilgan, murojaat qilgan. Ma'no o'qishini sira agar Alloh tarafdan bo'lganligidan gumonlansang, ma'no o'qishini maydonga chiqmoqla degan shaydin bu koinot olimi faqat bir bilan bor. O Qur'oni Karim. Eningdan boshqa ne material sohasida, hunar san'at sohasida bunday narsani o'chirmasmi? Buning degi taqsiri, taqashdan bo'lishi mumkin. Ma o'chirishlarga buning degi taqsiri. Biz modernizmga ishlatamiz. Biz qanday bir kishi bir narsani kashf qilib, dunyoda men ma'ni kashf qildim, ma'ni o'qish uchun kashf qila oladi. Yoki men materialni yozib masalan bir romanni, tabiiy tarix materialni, ma'ni o'qish uchun yoza oladi degan narsa mavjud emas. Biz inanışsa her qanday bir avtor bir narsa yozgandan keyin uning oxirisida biz kitobxonadan kamchilik xatoligimizni samimiy ko'rsatib qo'yishni umid qilib degan narsa bor. Shundaqmi? Qur'oni Karimning kalom ilahiy, qonun ilahiy kutubi samaviy ekanligining hozirgi 21-asr kirish oldi turayotgan, ya'ni bizning hozir o'sha asrimizdagi eng kuchli dalili butun insoniyatning besib turayotgan taqo'shash fa'tu bi suratin min mislihi va tushadatu min dunillah inkuntum sadiqin degan oyat shu. Muhammad alayhisalom tushirgan kitobni qonun ilahiyni Qur'oni Karimning Alloh tarafidan mudur yoki bu onda emasmidir degan bir narsa shaytonning vasvas orqali sizning ideyani kirib qolsa, shu ansir buning o'qishini keltirish turishdan masala. Allohdan boshqa har qanday yordamchini chaqirlar. Agar sizni gumonlantirib qolsa, Dapti 14 asrning keyin bu maydonda buni o'qish asasi dunyo chiqmadi. Yana o'rnida emas. Hamma millat dunyoda bizga uxlayotmaydi. Shuna, hamma millat bizga uxlayotmaydi. Qo'limizga johar tursa, yana ular chorimiz yo'q. Demak, johoriyatimiz foydasiz tunimiz degan foyda degan bir rivoyat bor. Bizning qo'limizga maqsadlar hozir kimni bizning shunday kitobni o'qib uxlayotmaydi, elektrli qilib, egar o'qib kitobimizni o'ylab qolmaylar, hech bir hurmat qilmaydi. Buni hurmat qilgan qator kirmamiz sizga. Yana o'rni vaqti qachon qaysi asrda qaysi millatdan bir kitоб Qur'oni Karim o'rinsiz an mag'lub bo'lib. Naq pastlarni matlubi shu. İlk kadın uğrunmaydılar balıksızın şahitede şahitini nasihat etkenlik için ağzın kılmaya turvadı dünya. Allah'a dedim hakikatine, enamından başka kitabına da hakik yok. Hey, hazır dünyada Sovyetler İttifakı konusu, Amerika konusu devletler var. Dünyada, yeni bütün dünyanın bir atımla ezip, üretmemin tartıştırdım edevattan. Var kitabı toptura, Muhammed Aleyhisselam bundan 14 asır burun bir savaşsız, davasat enin içinde mağana okşin aydan açmak diye getirdi ya. Biz dünya mutlunda ülkelerin tutsak bizi tehdit edemezsin mi Allah? Silahlandı ha. Bizi tehdit var, mağana okşin kıtmak diye erdem durdu ya dünyadaki. Biz atan fakir davasat der, enin şu azı idisi takşık var. Lekin enin meydanda çıkardı şunun nak takip aldı, Matullah Amaşke'nin cipini kılmaydı. Bundan kitap var bizim kolumuzda. Şimdi bizim münavatta ölümüz toğra, biz ya karşı istemez. Cuma, umumi cihetin yer karışta hakmın aldı tırmak tatlak kılışkı layık emezmiz. Çünkü biz felsefi cihetin toğra. Eninde başka cihetin toğra bizimki. Hakını vaziyetli yok. Hak hatanı tanıdı yok. Şimdi kol. Şimdi beşimizden kötü olarak, lokla olarak söyleyelim.